Hammaga assalomu alaykum. Men Ashirova Zulfiyoxon Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblastidan keldim. 61 yoshman. Men ko'p yillar tizza bo'g'im kasalligi bilan qiynalib kelayotgan edim. Bu doktor Pradipsingni TikTokdan ko'rib, Instagramlardan ko'rib, ishlarini ko'rib keldim. Bu doktorga kelganimga 1 oy bo'ldi. Kelganimda ko'rib, operatsiya qilish kerak ekan. 4-etap bo'lib qolibdi. Operatsiyadan boshqasi bo'lmaydi ekan deb shunaqa maslahat berdi. Operatsiya qildirdim. Mana bugun ipini olgani keldik. Doktor aytyapti, hamma yo'g'iz yaxshi deydi. 100% yaxshi, natijalari yaxshi deyapti. O'zimga ham natijasi yaxshi. Hozircha hadonkada yurib turibman. O'zimni harakatimni qilib, yotgan yerimdan turib, hadonkani olib, yurib, borar yerimga borib qaytib kelyapman. Hozircha yaxshiman. Allohga shukr. Doktorlarning boriga shukr. Avvalo Rabbim, qolaversa bular sabab.